Bugun sizlar bilan Yunusobodda joylashgan Jon Tower mehmonxonasini obzor qilamiz. Jon Tower mehmonxonasida dam olishingiz uchun sizdan birgina pasport yoki haydovchilik guvohnomasi talab etiladi. Jon Tower mehmonxonamizda jami 20 ta xona bor. Bular standart, lyuks, polyuks xonalarga bo'linadi. Mehmonxona qidirib yurgan, uzoqdan keladigan, ko'pchilik bo'lib keladigan klientlarimiz uchun bizning Jon Tower mehmonxonasida 3 kishilik xonamiz kishi boshiga 100 ming so'mdan tushadi. Jon Tower mehmonxonasidagi ushbu xonalarimiz 2 kishilik xona 200 ming so'mdan 400 ming so'mgacha bemalol kelib mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Sharoitlarga gap bo'lishi mumkin emas. Eng asosiysi sanuzil ichida. Jon Tower mehmonxonasida siz 200 ming so'mga mana shunaqa balkonlari bilan romantik xonamizda dam olishingiz mumkin. Xullas, 4 kishilik xonamiz Jon Tower mehmonxonasida kishi boshiga 85 ming so'mdan tushadi. Jon Tower mehmonxonasining Yunusoboddagi filiali Iftixor 82 da joylashgan. Agarda siz bizning